Bugun borgan orolimizda bitta ham mashina yurmaydi, faqat velik haydashadi desam ishonasizmi? Hammaga salom, Istanbuldagi ikkinchi kunimiz va biz Buyuk Ada oroliga keldik. Tramvayga chiqib, Qabatash bekatida tushdik. Kemaga chiqib oldik. Tramvay 35, orolga 1 soat 40 daqiqada olib borib qo'yadigan kema uchun esa 114 TL to'ladik. Atrofni tomosha qilib, vaqt qanaqa o'tganini bilmay ham qolarkansiz. Bu orol go'yo vaqt to'xtab qolgan dunyo. Shovqin, tirbandlik, shoshilish yo'q, faqat tinchlik, shamol va dengiz. Bu yoqda turistlarni aylantiradigan elektr avtobuslardan boshqa hech qanaqa yengil avtomashinalar yo'q. Odamlar velosiped yoki skuterda yuradi. Hamma yoq kafe, restoran va do'konlar bilan to'la. Havo toza, daraxtlar soyasida yurganda tabiatni haqiqiy hidini his qilasiz. Qadimiy ko'chalar, rangli uylar va dengiz. Orolga kelish va ketish vaqtlari bor. Shunaqa ekan, bemalol shoshilmasdan aylansangiz bo'ladi. Bu yoqqa kelganda albatta dengiz bo'yidagi restoranlarda baliq yemay ketishmaydi. Atrofni tomosha qildik, ovqatlandik, aylandik va orqaga qaytdik. Istanbuldagi ikkinchi kunimiz shunaqa o'tdi. Xo'sh, siz bu orolga kelgan bo'larmidingiz yo'qmi? Buni albatta izohlarda yozib keting.